Assalomu alaykum, tinchmisizlar, charchamayapsizlarmi? Bitta ideya kelib qoldi, o'shani sizlar bilan bir maslahatlashyapman. E'lon qilib qo'yaman. YouTube yurg'izmoqchimiz, xudo xolasa. YouTube'da kanalim bor edi. Unga ham o'z qo'yib boramiz, kamroq. Instagramga ham ko'p video qo'ya olmaymiz. O'shanga endi har kungi ishni ertalabdan kechgacha nima ish qilinyapti, o'sha qiziq joylari, misollarni Ramasingan bo'lsa, qanaqa svarka qilinadi, nima, qanaqa melichopka ishlarigacha xudo xolasa qo'ymoqchimiz. Besh pulga qilyapti, nima bo'lyapti. Xullas, bir kunlik ish jarayonini har kungini qo'ymoqchimiz, xullas. Endi qisqartirib, endi yarim soat 40 minut atrofida bo'lsa kerak deb o'ylayapmiz. Har kuni kechqurun xudo xolasa YouTube kanaliga qo'yib boramiz. Qiziqqanlar bor ekan, direktdan yozishyapti. Ko'proq videolar qo'yiladim. Shularga ana qilib ham o'shani qilmoqchimiz, xudo xolasa. Qiziq bo'lsa, YouTube kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yaveringlar. O'tdan to'liq videolar bo'ladi, xudo xolasa. Harakat qilamiz shunga. Salomat bo'linglar. Bugundan birinchi videomiz boshlanardi mana. Kelib olganmiz ishga. Bugun mashinani mana shu orqa mana karkas o'ynab ketgan mana. Listdan qilingan sinib ketgan. Buni ham, mana ham hammasini olib tashlab turib, buni ko'chirib olib tashlab, shvellardan qilib beramiz. Buni shvellardan qilib beramiz. Eshiklarni boshqachadan regirovka qilib, ma'mullarni, rezinkalarni almashtirib qilib beramiz. Hozir boshlaymiz. Polirovka qilib ekanmiz. Ustini bitta polirovka qilib beramiz. Oldinlar bo'yida treshnasi bor ekan, treshnalarni oynalarni almashtirib beramiz. Ketdi mana. Mana bu bortimiz почти tayyor bo'lib qolgan, faqat tepasini o'zi qo'ygan, bo'yalmagan. Bo'shasini kutyapti. Bu yerda bir changam mana hozir diska balonlarni qo'yib yig'ishni boshlab yuborgan. Diskalarni ham chekib bo'yab qo'yilgan. Ular mana bitta maslahatli, mana narsalar ekan. Shunaqangi bir yonadigan narsa. Buni mana bitta balgarki svarka ishlatayotganda mana buni o'z ichkarigacha yig'ib, ustiga mana bunaqa tent bundoq qilib kirgizib, mana dardamdoq samarada qotirib qo'yish kerak. Yomon yonadigan narsa-da u quriyotgan bo'ladi. Mayda narsalarga ehtiyot bo'lish kerak. Changanni oldi faralarni optikasini almashtirib oldim. Kecha almashtirib qo'ydim. Kelavani. Xudo xolasa qo'yib yuboramiz. Jibiyonlari shu bo'lgan. Mana orqa hadoylar bilan bo'yalgan, skochlarni ham olibdi bolalar. Buni mos-moslar bilan, diskalar bilan bo'yaldi lekin. Salonda qoldi.